Qadrli chorvadorlar, bu qo'yimizda xabaringlar bor. Bir necha kun oldin o'sha sindroz aylanbosh gangirosh kasalligi lecheniya qilishni boshlagandik. Bugun mana 3-chi lecheniyamizni qilamiz. O'rtada 2-chi lecheniyamizlarni ko'rsata olmadik. Birinchisini ko'rsatgandik. Birinchisiga 2 gramm immunoparazitan bilan immunobaza qilgandik. Bugun xudo xolasa 3-chisini qilamiz. 3-chisiga bugun ko'proq dozada 3 milligram immunoparazitan hamda 3 milligram immunobazani 3-chi inyeksiyamizni qilamiz. Holat qanaqa o'zi rezultat bo'ldimi deb yaqinda bitta kommentariy yozibdi bitta akamiz. Xo'p, rezultat unaqa zo'r bo'lmadi. Ikkita lecheniyasini oldi. Bu degani 3 kun oralatib 6 kun bo'ldi boshlaganimizga 2 marta inyeksiyasini oldi, lekin unaqa plyus tomonga hali o'zgarish bo'lmadi. Hali ham aylanbosh aylayapti. Qo'shimchasiga bitta narigi 10 ko'zi o'sha ko'rmay qo'yibdi. Faqat bitta mana shu chap ko'zi ko'ryapti. 10 ko'zi o'sha ko'rmay qolgan qo'ydi. Yemishi ham uslashib qo'ydi. Bunday shifo Allohdan biz oxirigacha kurashib lecheniyasini qilamiz. Immunobazani ham uni qilamiz. Bir safarlikisini teri ostiga, bir safarlikisini mushak orasiga qildik. Teri ostiga ham, mushak orasiga ham bo'laveradigan joy bor ekan, o'shaning uchun bizlarga qaysi birida rezultat yaxshi bo'ladi deb bir safarlikisini teri ostiga, bir safarlikisini mushak orasiga qildik. Xudo xolasa 3-chi inyeksiyasini olib qo'yamiz. Mana Allohdan bo'lib shifo bersa, rezultatni sizlar bilan o'rtoqlashib, mana shu kanalga joylab boramiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Qani bu qo'yimiz sindroz kasalligidan batamom tuzalib yaxshi bo'lib ketadimi yoki yo'qmi? Sizlar bilan xudo xolasa o'rtoqlashib boramiz.